Katta xo'sh xabar balla, katta xo'sh xabar. Tasla. Sirtqa urug'laydi ekan a. Mush yildan tortib 2026-yili tulpar yildan tortib tasla sirtqa urug'lantirganmiz aka, shundami? Muborak bo'lsin aka. Men mana shu mush xabarni anglab, G'uljidan keldim Xotanga. Rahmat. Hozir baytal izlayapman, ishlamsa. O'sha o. Mashinang uchunlar. Yo'rg'i baytal izlayapman. Yaxshi bo'libdi. Birini qo'yib berasiz? Yo'q, chatoqqa qo'yamiz. Gaping Gap. Fursat g'animat. Buni qo'ymasak Chatoq chiqadi. Ma bek katta. Buni tushuntirish ketmaydan azroq tushuntirib berayin bularga. Kamaja har bir yilda bir qatam o'tkazilgan Xinjiang bo'yicha eng cho'ng ko'lamda o'tkazilgan atbagi musobaqasi. Hammanglar qilsizlar. Buningda zajavatlarninki eng dingjisi, shu atlarning eng dingjisi ayrim holda o'tkazilgan musobaqa. Qizlar degan etimiz 2000 metr mingish yo'rg'a, mingish turda. Mana shu Kambajada 2022-yili, 2023-yili, 2024-yili uda 3 yil 2000 metrdan Guanjusi ha. Kambajada uda 3 yil degan gap balla. Biz xalqimiz hammamiz bilamiz. Mavang degan nomni o'zimizning xalqi bergan at birdan bir mashtaslar. Buning oldiga hech qanday at Jongo tavasida mingish yo'rg'atning ichida oldiga o'tib baqqan at yo'q. Mashina basalaydi deydigan atlar bo'lsa piyonchiga ispeklarni bir ko'rib baqay. Haqiqiy amaliyoti bor. Natijasi to'liq. 3 yil uda chempion bo'lib, at podshoh degan nomni xalqimiz o'zi yurkini chiqarib bergan atning birsi mushu. Bu bo'lsa Xotan udun ochiliqira 2022-yili, 2023-yili Ko'rilda bir bak cho'ng 10 yilning yoqi unda musobaqa o'tkazib baqmagan aka. O'tkazib baqma. 20 yil mobaynida anlar yomon olib, yig'ilib baqmag'lar. 2 Mongol, Shizang, Korla, Qo'lizda Qashqa, Oqsu, Xotan eng yomon otlar yig'ilib ekan. Eng mingish qo'yamiz. Mingish bir yo'rg'alanınki Zomaning eng yomon yig'ilgan maydonda Ashiyada hammasini so'qib birinchilikni qo'lga keldi Gönjüm bo'lgan. 24-yili ana Boxoda ma Bagrash Nais'te Korlaning yadim 2 Mongoldan Oqsu, Korla, Xotan Qashqarni olib chiqibgan Bagrashni birinchi bo'lgan. Hammadan farqli uni shippinglikni siz xalqning ostiga chiqib birinchi nima qilamiz ag'ildan qilmaydi. Buni biz Mavang deb o'zimiz qo'yganmidik. Buni xalqimiz o'zi e'tirof qilib Mavang degan nomni berdi juma xalq ma'ni. Mana gapim rost deydiganlar piyonchi qo'balgisi yezib unda fishan qilib taqib qo'yinglar mana. Bir yillik tayinimi 400 ming ko'p so'disi oldi. Ammo yaqin balini 280 ming ko'ga sotmaydi desek, uni may 100 ming yaqinlaydi, talishga chiqadi. Mashtaslaning bu. Teslaninki. Bunun balası bak süperli. Şu kendini ayaqlab mağatqan anda cüydü. Sırt urğlab baxmagan ama pensirler, atavaskarlar bizim paydalansak. Şunda bir urğuqqa sapqib bergan bolsa bizim Bilalcandan nima qildi? Mayli hammadan paydalansın deb sirtqa aytib Xinjiangninki mana shu atchiliqiga bir palampay as qo'shayda o'tibdi ama Xotan udun atchiliqqa. Shuning uchun fursatda g'animat, fursatni ching tutayli vallah. Unda olsa adash, sen bilan aloqa qilsam-da. Numarang nima degina? 181 30 93 8000 181 30 93 8000 Mushaqinan bilan vay deyishib yajinglassanglar bo'ladi. 3-oyning 1-kundan tortib Tasla ayg'irimiz to'ng urug' bilan o'sha bizning Xinjiangdagi baytallarga urug'chilik xizmatini boshlab ketdi. Ba'zi biringlar baka Mavang, Pavang deb Başa çetelde yugurgan o bu shipingisni kirishtirib bilan. Shundami aka? Shu. Mavang davlat keslar Xotandan chiqmaganlar bir atlarni. Mana ma'ni haqiqiy mana xalqimiz ko'zimizda ko'rib, dokumentlar to'liq, natijasi to'liq. Manda ne mana Mavang deb ataymiz. Bakkiliqi tashviqotni, yag'an tashviqotni az qilinglar, ba'zinglar hamda. O gap igisini berib topsin. Men deb qo'yay, men mana Shavkatda Asho gapim igisini berib topsin. Yağan teşvikatını azrak kılınla. Urug'lar işi Jungu Maya şehrinden Taylarga birga xo'jal chiqib ketmiz. Jungu Maya shahriga bizning Bilaljan Aza ashuna Taylarga xo'jal pasportini chiqarib ayna. Pasak butu. Tordan iz chiqdi-da vaqtda. Chiqdi. Mushlunga akagan baytallarning tushgan ballarini hammasiga chiqarib beramiz. Chiqarib beramiz. Mabak. Cho'ng xo'sh xabarga. Ko'proq taqib qo'yaylik ballar ajrimiz uchun. Azroq tushuntirib qo'yay. Fransiyadan import qilib kirgan
Bu yoqdan cho'qqilikqa 1,80 m atrofida chiqdi. Shubda alayoq, Ayg'ir 8 yosh. Eng to'lg'an vaqtda Ayg'irlikka. Mushundaq katta 2000 metrdan 3000 metrgacha Jongo tavalikida Jongo bo'yicha oldiga o'tmoqman. Tasla degan Ayg'irimizga baytal urug'lantiramiz deyotgan aloqalar bo'lsa, mana bu ag'inamning nomerini abaytdan deb qo'ydim. Shu nomerga aloqa qilib zakaz bersanglar bo'ldi. Nima uchun buni Tesla deb ataydi endi? Tesla mashina var, Maskinket, agar biolojisi Tesla'ga o'xshaganlikdan o'zimiz Tesla'da ism qo'ygan bo'ldik. Chiroyli yana mening qashqisi. Zada qashqa bank. Shuning uchun Tesla. Fotomachilik o'zimiz qo'ygan. Baytallaringlar bo'lsa, jiddiy aloqa qilsanglar. Sani cheklik. 记得点赞关注哦。